Assalomu alaykum rahmatullohi azizlar, hammaga xayrli kun. Hozir siz bilan Umid Buxoriy Telegram kanalida chiqqan o'sha kun masalasi tahlilini ko'rib o'tamiz. Demak, masalamiz sharti quyidagicha. Demak, ushbu chumolimiz A nuqtadan turib, ushbu zina ustidan aynan B nuqtaga borish kerak. Savol shundan iboratki, ushbu chumoli ushbu zinalar ustida yurishi mumkin bo'lgan eng qisqa masofa uzunligini topishimiz kerak. Ya'ni hozir chumolimiz har qanday uzunliklarni bosib o'tib ushbu B nuqtaga borishi mumkin-da. Lekin bizlar topishimiz kerak bo'lgan narsa aynan ushbu uzunliklarning eng qisqasi bo'lishligi kerak. Xo'sh, hozir chumolimiz aynan ushbu sariq yuzidan yuradi, ya'ni sabzrang yuzidan yuradi. Hozir zinamizni ustki qismini tekis bir sirt sifatida qaraydigan bo'lsak, u to'rtburchakdan tashkil topadi, to'g'rimi? Mana shu to'rtburchakdan tashkil topadi. Deylik, bu A nuqtamiz bo'lsin, bu B nuqtamiz bo'lsin. Xo'p, birinchi mana eng ustidagi mana birinchi zina, mana bu yerda ikkinchi qism bor, bu yoqda uchinchi qism, to'rtinchi qism, beshinchi qism hamda oltinchi qism bor. Bu birinchi qism bo'lsin. Keyingisi mana bu ikkinchi qism. Bu demak, uchinchi qism, keyingisi to'rtinchi qism, keyingisi beshinchi qism hamda keyingisi eng uzun qism bu oltinchi qism. E'tibor qaratadigan bo'lsak, hammasini mana bu bo'yi 16 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu deylik, mana bu C nuqta deydigan bo'lsak, BC kesma hammasi uchun nima bo'ladi? Bo'yi vazifasini o'taydi, hammasi bir xil. Eni har xil, lekin misol uchun hozir mana bu masofa, birinchisini eni 6 ga teng ekan. Mana bu masofa 6. Keyingisiniki mana bu ikkinchisini mana bu uzunligi nechaga teng bo'ladi? 2 ga teng bo'ladi. Sababi mana bu balandlik 12, bunisi 10. Demak, bu masofa 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu 2. Keyingisiniki yana mana bu uchinchisini eni 6 bo'ladi. Keyingisini mana bu to'rtinchisini nimasi uzunligi necha bo'ladi? Xo'p, bu 10, mana masofa 8. Demak, masofa necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Keyingisi 2. Keyingisi 5-chi qism. 5-chi qism eni ham nechaga teng? 6 ga teng. Hamda eng oxirgi mana bu 6-chi qism eni nechaga teng bo'ladi? 8 ga teng bo'ladi. Demak, bizlar to'rtburchagimizni umumiy AC enini hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, necha bo'ladi? 6 ga 2 ni qo'shsak 8, 8 ga 4 14. Xo'sh, 14 ga 2 16, 16 ga 6 22, 22 ga 8 bu 30. Demak, chumolimiz A nuqtadan B nuqtaga borish kerak. Demak, bu shaklimiz to'rtburchak. Ana endi chumolimiz bosib o'tishi mumkin bo'lgan eng qisqa masofa aynan mana shu AB masofaning o'zi bo'ladi. Hamda bu ABC uchburchak uchun gipotenuza vazifasini o'taydi. Ana endi to'g'riburchak uchburchakda gipotenuza uzunligini topishda bizda Pifagor teoremasi yordam beradi. Unda demak, AC ni kvadratiga qo'shsak, BC ni kvadratini nima beradi? AB ni kvadratini beradi. Shundan foydalanamiz. Demak, AB ni kvadrati barobar 30 kvadrat plus 16 ni kvadrati. Xo'sh, AB ni kvadrati barobar 30 kvadrati 900 qo'shilgan 16 ni kvadrati 256. Qo'shadigan bo'lsak 1156 bo'ladi. Bundan kelib chiqadi. Demak, AB ni kvadrati teng necha? 1156. Shunda AB ni topadigan bo'lsak, bu 34 bo'ladi. Demak, chumolimiz bosishi mumkin bo'lgan, ya'ni bosib o'tishi mumkin bo'lgan eng qisqa masofa bu aynan 34 ga teng bo'ladi, o'quvchilar. Yaxshi, masalamiz tahlili tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Keyingi masalalarni ham yechib borishda bardavom bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.